His-tuyg'ularni ichda saqlash tanaga qanday ta'sir qilishi mumkin? Ko'pchiligimiz bolaligimizdan "Yig'lama, jahl qilma, hammasiga chida, boshqalarga yuk bo'lma" degan gaplarni eshitib ulg'ayganmiz. Natijada biz his-tuyg'ularimizni yashirishni o'rganamiz. Ammo his-tuyg'ular yo'qolib ketmaydi, ular ichimizda qoladi va uzoq vaqt davomida ruhiy taranglikni kuchaytirishi mumkin. Ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, surunkali ruhiy zo'riqish organizmning umumiy holatiga va stressga javob berish tizimiga ta'sir qiladi. Shuning uchun his-tuyg'ularni sog'lom yo'l bilan ifoda etishni o'rganish foydali. Bugun sizdan hech narsani o'zgartirish talab qilinmaydi. Faqat o'zingizni tinglang. Quyidagi savollarga javob bering. Men bu hisni kimga nisbatan his qilyapman? Nega uni ayta olmayapman? Agar qo'rqmasam nimani aytgan bo'lar edim? Bu hisni ichimda olib yurish menga nima bermoqda? Uni qo'yib yuborsam hayotim qanday o'zgarishi mumkin? Bugungi mashq: ko'zingizni yuming. Qo'lingizni yuragingiz ustiga qo'ying. 3-5 daqiqa davomida sekin nafas oling. Har bir nafas chiqarganingizda ichingizda shunday deb ayting: Men his-tuyg'ularni tan olaman. Ularni his qilishga o'zimga ruxsat beraman. Men o'zimga mehr bilan munosabatda bo'lishni tanlayman. Esingizda bo'lsin, his-tuyg'ularni tan olish zaiflik emas. Bu o'zingizni tushunish sari tashlangan muhim qadam. Agar shu mavzular sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada, izohlarda aynan his-tuyg'ular deb yozib qoldiring. Keyingi videolarda bu mavzuda yanada ko'proq gaplashamiz.